Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Diablos. Bugungi videoyimiz Unreal Engine dasturi haqida, ya'ni unda bilasizlar turli xil o'yinlar, filmlar yaratiladi. Biz asosan Unreal Engine'da men o'yinlar yaratish haqida video qilmoqchiman. Sababi o'yinlar yaratish haqida o'zbeklar hech video chiqarmagan, chiqarganlar bor. Videolari qandaydir front-end tomonga qarab ketganda, Unreal Engine'da backend tomonini ko'rsatishmagan. Faqat front-end tomondan turli xil UI'lar, modellar bilan ishlab insonlar qiziqtirish bo'lgan xolos ularni maqsadi asosan backend qismiga e'tibor berishga harakat qilaman. Sababi bu o'yinni yuragi. Xo'p, ko'p gapirmasdan boshlaymiz. Birinchi nima qilamiz? Unreal Engine'ni o'z kompyuterimizga o'rnatib olgan bo'lishimiz kerak. Va buni qanday qilish internetda juda ko'p videolar bor. Men o'rgatib o'tirmayman. Bundan boshlash ko'pchilikga qiziq emas. Hop, shunday qilib shunchaki o'rnatilgandan keyingi video deb tasavvur qilamiz buni. Hop, Unreal Engine dasturimizni ochamiz. Ochish davomida biroz vaqt oladi albatta bu. Bugungi asosiy videoyimiz Unreal Engine'da qahramonning harakati bo'ladi. Ya'ni qanday harakat, oldinga, yonga, kameraning harakati kabi narsalar o'rgataman bugungi videoda. Hop, bu yerdan Games bo'limiga o'tamiz, ya'ni o'yinlar bo'limiga o'tib, bu yerda bizga tayyor shablonlar berilgan. First person, ya'ni birinchi shaxs, uchinchi shaxs, tepadan mashina, virtual reality va AR bor, ya'ni real dunyoga 3D modelni ko'chirish kabi shunaqa narsa. Uncha tushunmayman o'zim ham. Hop, biz nima qilamiz? Biz tayyor shablondan foydalanmaymiz albatta, bu bizga kerak emas. Biz blank, ya'ni bo'mbosh loyiha ochamiz. Buni nomini shunchaki lesson 1 yozib qo'yaraman. Hop, loyiha ochilmoqda. Videoni uzun qilishdan ko'ra ko'proq qisqartirishga harakat qilaman. Sababi Unreal Engine'da backend qismi juda uzun, front-endga qaraganda. Hop, Unreal Engineer ochildi. Bu yerda nimalar bor? Bu yerda bizga bu joyda, ya'ni dunyoyimizga qo'ygan narsalarimiz turadi. Bu joy mana shu dunyoga qo'yilgan narsa, ana bu landshaft, ya'ni dunyo yaratilgan tayyor bizga. Biz bu yerga qandaydir kub tashlaydigan bo'lsa, bu yerda paydo bo'ladi. Ya'ni bu yerda dunyoga qo'yilgan har bitta narsamiz bor. Hop, bizda pastda yana fayllar bor. Biz hozir dunyo bilan ishlamaymiz. Fayllarimiz bor. Bu yerda content va engine fayli bor. Engine faylida Unreal Engine'ning o'ziga shaxsiy tegishli narsalari bor. Bu yerda turli xil C++ dasturlash tilida yozilgan kodlar, blueprint, shunga o'xshash narsalar. Bular bizga kerak emas. Biz asosiy ishlaydigan joyimiz content faylida ishlaymiz. Bu yerda birinchi nima qilib olamiz? Add tugmasini bosib, yangi fayl yaratamiz. Nomini blueprint yozamiz. Ya'ni biz backend qismini asosan blueprintda yozishni o'rgataman. Sababi C++ ancha murakkab dasturlash tili. Ko'pchilik uni biladimi, yo'qmi? Blueprint esa Visual Script, ya'ni sizlar ko'rib turib dasturlash mumkin. Visualniy script bo'ladi bu. Dasturlash tilidan farq qiladi. Hop, to'g'rilab qo'ydik. Hop, ichiga kiramiz. Ya'ni blueprint ichiga kirib, bu yerdan ham add tugmasini bosib,
yangi blueprint klass yaratishimiz mumkin. Yokida sichqonchaning 10 tugmasini bosib ham bu oynani ochish mumkin. Bu yerdan biz blueprint klass yaratamiz. Asosan hozirda yana turli xil audio animatsiyalar bor. Blueprint klass yaratamiz. Bu yerdan aktor bor, parent, character, player, control, game mode, turli xil boshqa klasslar ham bor. Biz hozir qahramon uchun klass yaratamiz. Ya'ni qahramonning harakatlari bo'ladi bizda asosan. Shuning uchun character belgi bo'ladi. O'zbekchasiga tarjima charakterda qahramon desam atasak bo'laveradi. Nomini BP ya'ni blueprint qisqartmasi ko'pincha shunday ataladi. My character yozib qo'yamiz. Keyingisi yana bitta blueprint klass yaratamiz. Bu game mode base, ya'ni bizning barcha o'yinimizni boshlanadigan qismi mana shu loyihada bo'ladi. Bunga keyinroq to'xtalaman. Hozirda bunga bosh qotirishlaring shart emas. Buni ham nomlab qo'yamiz, chunki nom muhim narsa. Keyin nomlashda bo'sh joy tashlamanglar, chunki bu xatolik beradi. Game base shunaqa yozilarmidi? Hop, keyingi qiladigan ishlarimiz nima deydigan bo'lsalaring, edit oynasini bosamiz. Editdan project settings, ya'ni loyihamizning sozlamalariga kiramiz. Bu yerdan bizga input kerak. Bu yerni bosamiz. Bu yerdan nima qilinadi? Asosan bu yerda biz klaviaturaga tegishli narsalar, klaviatura, gamepad yokida sichqoncha uchun taalluqli narsalar, ya'ni o'zgaruvchilar desa ham bo'laverarmikin. Shunga o'xshash narsalar. Hop, action mapping va axis mappings bor. Bu yerda ikkalasida ham farqi bor. Hop, ko'rsataman farq. Action mapping bu bosilgandagina bir marta chaqiriladigan qiymat oladi. Ya'ni masalan jump bir marta bosiladi. Bo'ldi. Boshqacha o'zini anamdes qiymati yo'q bulardi. Jump uchun klaviaturadan space barni tanlab qo'yamiz. Buni bosib, klaviaturaning istalgan tugmasini bossalaring, o'sha aylanib qoladi. Yokida bu yerdan ham qilsalaring bo'ladi, lekin bu ancha murakkab bo'lib ketadi. Shunchaki buni bosamiz, sarg'aygandan keyin space barni bitta bosamiz sakrash uchun. Xohlasalaring D-ni yo boshqa tugmalarni ham bosib o'rnatib qo'yishlaring mumkin. Hop, action mappingizga jumpdan keyin endi biz axis mappings uchun bajaramiz. Men ingliz tilida talaffuzim chatoq, shuning uchun uzr. Bu yerdan bizga to'rtta o'zgaruvchi desa ham bo'laveradi, kerak. Hop, bunimiz to'g'riga harakat uchun to'g'riga va orqaga harakat uchun mas'ul o'zgaruvchi, ya'ni input bo'ladi. To'g'riga harakat deb nomlab qo'yaman. Hop, bu yana bitta klaviaturani o'zida mujassam etadi. Ya'ni W oldinga harakat, S orqaga harakatni bildiradi, bilsalaring. O'yinlarda asosan shular. Va orqaga harakatning qiymatini biz -1 deb belgilaymiz. Sabab orqaga harakatda qiymat orqaga, ya'ni kamayib borish kerak, o'sish emas. Keyingisi yonga harakat, ya'ni chapga va o'ngga.
yongi harakat. Bunga ham yana bu bitta belgini qo'yishimiz kerak, ya'ni D va E. A belgilari. A uchun qiymatni xuddi S qiymatidek -1 ga to'g'rilab qo'yamiz. Bu yerdan bu ikkalasi nima? Bular bizning sichqonchamizning qiymatlarini oladi. Ya'ni mouse x deb yozamiz va bu yerdan sichqoncha, ya'ni mouse x qiymatini beramiz. Bu yerga mouse y bo'ladi. Hop, y. Bunga y qiymatini xuddi tepadagidek belgilab, bu yerdan y ni bosamiz. Qiymati buniki ham -1 da bo'ladi. Hop. Xuddi shunday qilgandan so'ng bu yerni yopsak bo'laveradi. Endi qiladigan ishimiz my character, ya'ni qahramonning ichiga kiramiz. 2 marta bosamiz. Buni bosganimizda mana bunday oyna ochiladi. Menda kichikroq ochildi. Buni kattalashtiramiz. Hop, bu oynadan nimalar bor? Bizda mesh bor, ya'ni bu yerda skelet mesh, ya'ni qahramonning tanasini belgilashimiz mumkin, lekin bizda hozir hech qanday qahramonning tanasi yo'q. Buni import qilish kerak fayllardan. Biz nima qilamiz bu yerda? Kapsulani bosgan holatda add, ya'ni qo'shish tugmasini bosib, Spring Arm degan komponent qo'shamiz yangi. Bu yerda turli komponentlar qo'shsa bo'ladi. Bu Springs Arm kapsula komponentining ichiga joylaymiz va Springs Arm tugmasini bosgan holatda yana add, ya'ni qo'shish tugmasini bosib, bu yerdan biz kamera qo'shamiz qahramon uchun. Kamera Springs Arm nimaga kerak desalaring, mana bu qizil chiziqni ko'ryapsizlarmi? Xuddi shu narsa. Bu kameraning qancha masofasini va shunga o'xshash narsalarni yozib chiqqan bu yerga ko'rsalaring. Birinchidan sozlab o'zlaring to'g'irlasalaring bo'ladi. Bularga uncha to'xtalib o'tmayman. Hop, biz nima qilamiz? Bu yerdan bu qiymatni 0 ga olib kelamiz, chunki men bu yerdan 50 qiymatini bersak, bu teparoqqa ko'chadi. Compile file. Hop, tugmani bosgandan so'ng fayl qanaqa o'qiladi? Shu tugmani bosamiz. Bu hamma narsani saqlaydi va xatolar bo'lsa ko'rsatadi, lekin hozir bizda xato yo'q. Hop, bu yerdan endi nima qilamiz? Event grafga o'tamiz. Bu yerda biz asosan blueprint yozib qo'ydik. Mana shu joy Visual Script deb ataladi. Bu yerda biz barcha logika backend qismini yozib chiqamiz. Backend qismiga nimalar yozamiz? Hop, boya kiritgan input qiymatlarimiz, ya'ni klaviaturadan keladigan qiymatlarni olishimiz kerak bu yerda. Nimalar bor? Birinchi biz kamera uchun qiymatlar olib ko'ramiz. Endi hop, qanday qiymat olamiz desalaring, sichqonchaning o'ng tomonini bosamiz va mana shu oyna ochiladi. Bu yerdan mana bu yozgan input x mappingsdagi qiymatlar turibdi. X va y. X qiymatini olamiz. Bu yerda x qiymatini olib, mana bu strelkani ushlab turib, cho'zib qo'yiveramiz va bu yerga add control yav input degan funksiyani chaqiramiz. Bu Unreal Engineer'ning o'zi tomonidan yaratilgan funksiya va
ya'ni sichqonchani x o'qiga tomon harakatdan kelgan qiymatini, ya'ni sichqonchani x qiymatini olib, buning qiymatiga ulaymiz. Ulaganimizdan so'ng bu nima vazifani bajaradi desalaring, hop, hozir ko'rsataman sizlarga. Hop, run qilamiz. Run qilsak, hozir bizda hech qanday qahramon yoki boshqa narsa yo'q. Ko'ryapsizlar, biz osmonga uchib ham ketishimiz mumkin. Buni to'g'rilashning yo'li hop qanday desalaring, mana buni shuning uchun yaratdik. Buni 2 marta bosasizlar. Bosgandan so'ng default parent class, ya'ni shu yerdan o'zimizning yaratgan character blueprintni bosamiz, ya'ni bp my character. Buni bosgandan so'ng compile tugmasini bosamiz. Ya'ni hamma narsani saqlaydi. Hop. Endi mana bu 3 ta nuqtaga o'xshashini bosib, bu yerdan game modeni tanlaymiz va bu yerdan biz select game mode classdan o'zimizning yaratgan my game base blueprintimiz tanlaymiz. Ya'ni mana buni tanlaganimizdan so'ng biz runni bossak, endi mana sakrash, oldinga va orqaga harakatlar va uchib ketishimiz mumkin emas endi. Endi biz haqiqiy qahramonmiz va buni ko'rsalaring faqat yonga harakat bo'lmoqda. Ya'ni x o'qi tomon harakatlanmoqda faqat. Bizning sichqoncha bilan x o'qiga harakatlantiryapmiz kamerani. Hop. Endi bu yerga biz x o'qdan keyin y o'q tomon harakatlantirish uchun yana input qiymatdan y ni chaqirib olamiz. Boya yozgan o'zgaruvchimiz bu yerda. Qaysilarda bu tushunmaslik qolishlari mumkin. Bunga ham tepadagiga o'xshab bu pitch control pitch input. Ikkalasida farq bor. Ko'ryapsizlar, bu yav input, bu pitch. Buni ham qiymatini ulaymiz. Bu ikkalasi aynan qaysida kelyapti desalaring, boya ochgan input tizimimizdan kelmoqda. Ya'ni ana bu joydagi mana bu mouse x va mouse y yozgan qiymatlarimiz mana shu ikkalasi x va y lar. Endi bosganimizdan so'ng yana run qilamiz. Ishlatsa, ko'ryapsizlar, hamon yonga harakat bo'lmoqda. Buning sababi nima desalaring, springs armni bosamiz. Bu yerdan mana bu narsani yoqib qo'yishimiz kerak. Agar yoqmasa, bizning y qiymatimizni qabul qilmaydi. Buni yoqqanimizdan so'ng yana run tugmasini bossak, mana tepaga va pastga, yonga harakatlar bo'lmoqda, hammasi ishlamoqda, lekin hamon bizda oldinga, yonga harakat yo'q. Endi shu harakatlarni qo'shamiz bizning qahramonimizga. Ular uchun yana xuddi o'shanday boya nima yozgandik? To'g'riga harakat bosamiz. Boya inputlarga kiritganimiz. Bu yerdan movement, ya'ni movement inputni tashlaymiz. Men ingliz tili talaffuzim o'ta yomonligi uchun yana bir bor uzr so'rayman. Buni tashlaymiz. Bu yerdan keyingi qiladigan ishimiz kapsula komponent. Ya'ni bu nima? Mana bu kapsula asosiy vazifasi bu bizni to'siqqa urilganimiz va boshqa narsalarni aniqlab beruvchi narsa bu. Bunga keyinroq to'xtalib o'tamiz. Hozirda bizning asosiy qiladigan ishimiz qahramonning harakatlari bo'ladi. Kapsula komponentni tortib, shuni ushlab tortib bu yerga tashlaymiz. Tashlagandan so'ng buning
o'sha nuqtadan tortib bu yerga olib kelganimizdan so'ng get forward vector, ya'ni oldingi harakat qiymatini olamiz va buni world directionga ulaymiz va buni saqlab chiqib turib biz o'yinni bossak, mana qahramon faqat oldinga harakat qilmoqda. Biz burilsak ham faqat oldinga, biz buni boshqarganimiz yo'q. Biz W ni bosmasak ham bu oldinga harakat qilmoqda. Nega? Sababi biz W dan kelgan qiymatni mana bu harakatning qiymatiga birlashtirganimiz yo'q. Endi birlashtirganimizdan so'ng nima bo'ladi? Endi bizning qahramonimiz avtomatik oldinga harakat qilmaydi. Biz W va S ni bossak, oldinga va orqaga harakat bor. Yonga harakat hali qilingani yo'q. Endi yonga harakat qanday qilinadi? Yonga harakat ham xuddi shunday. Shu bilan deyarli bir xil. Yonga harakat, ya'ni bu yaratgan inputimizni olib tashlaymiz va bu yerga ham kapsula komponentni qo'yamiz, tortib olib. Bu yerdan get right vektorni bosamiz. Ikkalasida farq bor. Shu joyda adashmaslikka harakat qilinglar. Men ham birinchi o'rganayotganimda ikkalasini ham bir xil qilib qo'yganim uchun xatolik bergan. Hop. Bunga ham xuddi shu ishni qilamiz. Movement inputni qo'yamiz. Xuddi narigida qilgandek ulab qo'yamiz qiymatlarni. Shu holatda qo'yadigan bo'lsak, endi bizda qahramonning harakati bor. Kameraning harakatidan tortib oldinga, yonga har tomonlama harakat bor endi bizda. Keyingisi bizda jump funksiyamiz inputimiz ham bor edi. Buni nima qilamiz? Xuddi o'sha qilgan ishimizdek jumpga yozilgan action eventni olamiz, ya'ni input bu qiymat. Olganimizdan so'ng jump bosilganda jump funksiyasini bajarsin deymiz, ya'ni preset bosilganda. Va shundan so'ng biz yana run qilsak, endi bizning qahramonimiz sakramoqda. Hop, endi bizda sakrash bor. Hop, bu yerda biz yana nimalarni sizlarga o'rgatmoqchiman. Yana my characterga kiramiz. Bu yerdan hop, character movement, ya'ni charakterning turli xil funksiyalari bor bu yerda. Gravitatsiyadan tortib bu yerda tezlik, sakrash balandligi, ya'ni jumpning zavqi bo'yicha qancha masofaga sakrashi, air control, havodagi boshqaruv kabi funksiyalar bor. Va max step, ya'ni o'zbekcha tarjimasi maksimal qadamning balandligi bo'lsa kerak. Bu nima? 45 sm ekan. Bu nimaligini sizlarga tushuntiraman. Qayerga ketib qolyapman. Hop, bu yerga kelsak va bu oynada qanday harakat qilamiz desalaring, bu oynada harakat qilish mishkaning o'ng tomonini bosib biz aylantirishimiz mumkin va W, S, A va D harakatlari xuddi o'yin kabi biz mana shunday harakatlarni bajarishimiz mumkin klaviaturani mishkaning o'ng tomonini bosgan holatda. Buni ham o'rgatib ketay. Xo'p, endi sizlarga nimani ko'rsatmoqchi edim. Bu yerga kubni olib kelib qo'yamiz. Mana kub va kubni Shift Ctrl D ni bosgan holatda nusxalaymiz.
biroz yana bitta shift qilib nusxalaymiz va buni bitta balandroq qo'yamiz. Xo'p, endi ko'rsalaring, mana bu kubning ustiga sakramasdan o'zi avtomatik chiqib ketmoqda va bu kubning ustiga esa chiqa olganimiz yo'q. Bunga ham chiqa olmaymiz. Bu narsa xuddi mana bu joydagi, ya'ni qadamning balandligidan to'g'rilasi mumkin. Agar bu qiymatni biz oshirsak, masalan 100 qo'yadigan bo'lsak, 100 sm dagi har qanday jismning ustiga sakramasdan chiqib keta oladi. Mana bunday, mana biz sakrashsiz shunchaki chiqib ketaveramiz. Bu to'g'ri qandaydir qo'pol va g'alati ko'rinadi o'yinlarda, lekin kichik zinalarda foydalanganda bu ancha asqotadi. Agar bu qiymatni biz qiymatni tushirib yuborsa, masalan 0 qilib qo'yadigan bo'lsa, bu qiymat biz hech qachon zina poyalardan ko'tarila olmaymiz. Ya'ni mana bu joyda ham hozir ko'tarilmoqda. Buning sababi nimada desalaring, buning qiymati buning nima ko'tarilmoqdamiz? Bizning kapsulamizning tagi ana bunday shaklda. Shuning uchun biz ko'tarilib ketishimiz mumkin. Bu qiymatini 0 ga qilgan taqdirimizda ham biz ko'tarilib ketmoqdamiz. Hop, kelinglar, yana nimalar o'zgartirib ko'ramiz bu yerdan. Selektor, men adashib qoldim. Qayerda yurgan edim? Hop, bu qiymatni o'z holatiga qaytarib qo'yamiz. Bu yerdan sakrash balandligi, buni 800 ga santimetr narda hisoblarga ekan. Hop, sakrashimizning masofasini ko'paytirdik. Ko'rganingizdek, oldingidan balandroq sakrashimiz mumkin endi. Hop, sakramoqdamiz, lekin sakrashdagi havodagi kontrol bizda yo'q. Ya'ni biz sakrab havoda kontrol qila olmaymiz. Havodagi kontrolni qilish uchun, ya'ni havoda ham boshqarish uchun sakragan holatda biz air control, ya'ni havodagi kontrolni qiymatini 1 qo'yadigan bo'lsak, biz havoda ham buni boshqara olamiz. Ya'ni mana bunday harakatlar qilishimiz mumkin. Havoda turgan holatda havodamiz, lekin harakat bo'lmoqda. Bu biroz fizikaga tupurgan holatdagi harakat bo'ladi, lekin o'yinlar uchun bu oddiy harakat. Chunki o'yinlarda havoda harakat bor, juda ko'p o'yinlarda. Shunga o'xshash bu yerda yana turli xil narsalarni o'zgartirib, o'zlaring tekshirib ko'rishlaring mumkin. Bu yerda tezlikdan tortib gravitatsiyalargacha bor. Hop, keyingi darslarda men nimalarni o'rgataman sizlarga. Bu yerga qahramon, ya'ni karakterning tanasini joylash, animatsiyalar kabi narsalarni keyingi videolarda albatta o'rgatishga harakat qilaman. To'g'ri, men o'rgatishga uncha usta emasman. O'zim ham sizlarga o'xshab turli xil internetdagi manbalardan o'rgangan odamman. Shuning uchun bugun uchun videomiz menimcha yetarli bugunga. Agar video qiziq bo'lgan bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirishlaringni kutaman, o'zlaringning fikrlaringni. Qandaydir gapirishga ham qiynalyapman. Men videolarda uncha ko'p gapirishga o'rganib qolmaganman. O'zi birinchi videoyim, shuning uchun ham gapira olmayman. Hop, shu yerda videoni to'xtatamiz bo'lmasa.